Abdurahmon nech pul ekan? Yo'q, narx kanali uchun 1690. Yo'q, super konditsioner ekanda, okalar. Mana egalari, oka. Mashina siznikimi? Yolg'on emasmi? Sotib berish uchun keldim yoningizga. Bo'ldi, aka. Joningiz sog' bo'lsin. 2007-yil ishlab chiqarilgan Matiz Best avtomobili, super konditsioner, radiatorni bitta qo'ydirib olsanglar bo'ldi ekan. Mashinaning kraskasi ham zo'r ekan, okalar. Xo'p, kapot bilan krilo ekan, keyin yana 2-3 ta tosh tegani uchun sepilgan joylari bor ekan. Mana shu o'ng tomonda yengil diqqatni ko'rdim, okalar. Endi borini aytaman, bilasizlar. Salon holatlari mana, yomon emas. O'rta holda dehqon odamning mashinasi mana, apshika holatlarini ko'rsanglar bo'ladi. Mana bunaqa original magnitofonni qo'yib qo'yibdi. Bu magnitofonni bilgan biladi. Metan gazlari ham bor, benzinda ham yuryapti ekan mashina. Ma'lumot o'rnida aytib o'taman, har kuni Telegram kanalimizga bunaqa Matizlardan 10-15 talar Jema hamda Dinamarka mashinalarini qo'yib bormoqdamiz. Buni ko'p insonning xabar bo'lmagani uchun Telegram kanaliga o'tib olishlarini maslahat beramiz. 370 ming yurgan ekan 2007-yil ishlab chiqarilganida qaraganda. Lekin egalari halol deyaptilar. Bemalol kelib bunisini ham tekshirib olaverasizlar. Mashina bitta hadovini qaytib olishinglar kerak ekan o'zinglar uchun. Qildirib olsanglar, cho'tka holatga keladi. Manfaralari ham sariq. Xolasanglar led qo'yib yuboringlar. Xolasanglar shu holicha ham qolaversin. Salonni orqa qismini ko'rsataman. Mana. Orqalari yomon emas, yurib turgan mashina ekan. Hozirgi vaqtda bemalol bitta ro'zg'orni tebratadigan mashina ekan, akalar. Balonlarini alishtirish kerak deyapti, lekin svetning juda yomon emas, juda yaxshi ham emas, o'rta holatda ekan, akalar. Ko'p gapirib o'tirib, sizni ham o'zimni ham vaqtim olmayman. Adminlar nomer Telegram kanalida, kanalga o'tib nomer olib, bemalol baraga qolishingiz mumkin. Bilasizlar-yu, bizda prosta gap emas-da, haqiqatdan ham nomiga yarasha yo'q narx kanali. Bosinglar.